Mana nima uchun biznesingizni Google, Yandex qidiruv tizimlariga va xaritalarga joylashingiz kerak. Birinchi o'rinda istalgan odam internetga Googledan yoki Yandexdan qidiradi. Masalan, mashinangizni tuning qildirmoqchisiz. Tuning deb qidirasiz. Oddiygina tuning. Mana Google, masalan, hozir men Toshkentdaman. Toshkentdagi mana eng yaxshi tuninglarni ketma-ket chiqarib beradi. Eng yaqinlarini, siz joylashuvinizga yaqinlarini, ichidan o'zingizga yaqinni tanlab borasiz. Juda ko'p odamlar mana yulduzchalariga, reytingiga qarab ham boradi. Reyting juda ko'p narsani hal qilib beradi. Bu reytingingiz qancha baland bo'lsa, birinchilardan siz chiqib kelasiz mana. Juda ko'p odam joylashtirgan. Dorixona. Buni dorixonaga bari ketma-ket chiqib keladi. Iloji boricha rasm, hamma ma'lumotlari to'g'ri joylashtirilgan bo'lishi kerak. Qanday ko'ramiz, ma'lumotlar qanchalik to'g'ri joylashtirilgan. Demak, choyxona deb qidiraylik, choyxona. Istalgan narsani qidirasiz, mana Google'da, Yandex'da hammasini topsangiz bo'ladi. Juda ko'p bizneslar bu narsani hali joylashtirmagan, lekin to'liq yaxshi joylashtirilmagan, professional. Yaxshi joylashtirilmasa, bu oralarda ko'rinmaydi. Yandex xaritaga kiramiz masalan. Xaritaga kiramiz. Qanday ishlaydi? Eng bizga mana lokatsiyamizga moslab mehmonxona deb yozamiz masalan. Mehmonxonalarni qidiruv bossak, mana hammasi ketma-ket chiqib keladi. Hozir Yandex butun O'zbekiston istalgan joyiga kirib borilyapti. Istalgan viloyatdan hamma odam foydalanyapti Yandexdan. Hozir Yandexga juda ko'p mijozlar hali anaqasini kirgizgani yo'q biznesini. Lekin juda ko'p odam Yandexdan foydalanadi. Maslahat beraman, hozirdan Yandexga ham, Google'ga ham professional qilib istalgan biznesingizni joylab qo'ying. Sizga passiv mijozlar oqimini ta'minlab turadi. Shunday xizmat kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiraman. Bemalol Telegramdan yoki telefon qilib murojaat qilasiz, kelishtirib eng yaxshi narxlarda qilib beramiz va ishimiz sifatli va to'lov ish bitgandan keyin olinadi.